Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, yaxshimisizlar? Allohning nurlari va barakalari yog'ilsin inshaalloh. Mana shu so'z juda ham yaxshi ko'raman. Allohning nuri, barakasi yog'ilgan xonadonda darvozasiga suyanib ketsangiz ham sizga yuqadi-da. O'shaning uchun albatta aytaman, Allohning nurlari va barakalari yog'ilsin inshaalloh deb so'zim boshida yaxshi ko'raman. Shunaqangi qor yog'yapti azizlar, endi prosta til ojiz. Shunaqa qattiq maydalab, shunaqa uryapti, endi bag'ri diling ochiladi-da. Sizlar uchun mana bugun 3-4 ta video qildik. Ba'zi bir savollarga javob berib o'tib ketaman. Sizga nima azob? O'zingiz yoningizdan megabaytlar ketkizib video qilasiz deydi. Bu oxiratga inshaalloh zaxira. Bu bir savolga javob. Oxiratga zaxira. Baribir ham kunimiz o'tyapti-ku. Mana shu xalqqa vatanda bo'lib foydamiz tegmasa ham, o'zga yurtda bo'lsak ham, ozgina bo'lsa ham qalblariga iliqlik kiritsak, xursandchilik kiritsak, menimcha bu ham bir amal daftariga yozilib o'tgan xayrli ish bo'lsa kerak. Bu bir. Ikkinchisi, Allohga va'da berganimiz bor, O'zbekistonda hech qanaqangi tovug'imiz ham qolmaganida, hattoki shunaqa singan darajada edik. Allohga va'da berganimiz bor. Inshaalloh Xudo xolasa mana shu Yevropa mamlakatlariga qadam qo'ysak, meni taniganlar bo'ladi. Men ijtimoiy tarmoqda umuman bu ishlarni tushimga ham kirib chiqmagan. Mana shu ishlarni qilamiz degan ma'no qalbimga tugib qo'ydim shu narsani. Alloh meni olib kirsang inshaalloh, o'zingni xohishingga kirsak, Xudo xolasa inshaalloh. Albatta O'zbekistondan kelayotgan ishchilarimizga qo'limizdan kelguncha pisabillah yordam beramiz va mana shu ishlarga qo'l uramiz. Allohga mana beadad shukr, 4 yil bo'libdiki, mana shu ishlardamiz. Nima azob deyishadi-da? Azob emas bu, bu rohat bilgan insonga. Sabab har kuni umrimiz o'tyapti-da. Kechagi kun bugunga g'animat o'sha. O'tdi ketdi. Lekin o'sha kechagi kunni kim nima bilan o'tkazdi? U qoldi. O'shaning uchun halol mehnat kimgadir foyda tegsa, buni ham ajr savobi bor. Negativ yozayotgan ba'zi bir ukalarimiz bor ekan, do'stlarimiz bor ekan, shu yerda yurishar ekan. Azizlar, bu negativ yozishdan oldin o'zingizlarga, amal daftaringizga yaxshi narsalarni yozinglar. Bizning sahifamizga negativ yozganlar bilan sizlarni negativlaringizga hech kim reaksiya bildirmaydi. Sabab meni kanalimda meni o'zimga o'xshaydigan insonlar bor. Meni obunachilarim meni o'zimga o'xshaydi. Shuning uchun bizning obunachilarga siz yozgan negativingiz